Deyarli bir asr avval, ya'ni 1934-yilda tashkil etilgan Termiz hayvonot bog'i bugungi kunda ham faoliyatini izchil davom ettirib kelmoqda. Bu yerda dunyoning turli nuqtalaridan keltirilgan, kam uchraydigan noyob jonzotlar parvarish qilinmoqda. Hozirgi kunda bog'da 110 turdagi 610 bosh hayvon mavjud bo'lib, shularning 50 dan ortig'i Qizil kitobga kiritilgan. Hayvonlar turiga qarab tuyoqlilar, yirtqichlar, baliqlar, sudralib yuruvchilar va qushlar bo'limlariga ajratilgan holda parvarish qilinadi. Ayrim xonakalashtirilgan turlar bilan birga ularning yovvoyi namunalari ham saqlanadi. Tashrif buyuruvchilar bog'dagi yovvoyi tabiatga uyg'un interyerlar, yashil maydonlar, tabiiy muhitdagi jonzotlarni tomosha qilib, katta taassurot bilan qaytishadi. Surxondaryoning issiq iqlimi hayvonlarni uzoq issiq o'lkalardan olib kelingan hayvonlarning yashash tarzini yaxshilaydi, sharoit iqlimga moslashishini tezlashtiradi. Masalan, Afrika sherini ko'rdingiz hozir. Amur yo'lbaslarini ko'rdingiz. Afrika sherlari issiq o'lkadan kelgan. Lamayim Janubiy Amerikada issiq o'lkadan kelgan. Mana bu hayvonlar Termiz hayvonot bog'ida moslashib, uzoq umr ko'rib yashab kelyapti. Bir asrlik tarixga ega Termiz hayvonot bog'i bugungi kunda nafaqat mahalliy aholi, balki chet ellik sayyohlar tashrif buyuradigan qiziqarli manzillardan biriga aylangan. Ayniqsa bu yerda Qizil kitobga kiritilgan noyob turlarni ko'paytirish, asrash ishlari yo'lga qo'yilgani bog' faoliyatidagi muhim yutuqlardan biri sanaladi. From Colombia and from Spain. Men Kolumbiyadanman. Mamlakatimda madaniy obyektlar va tarixiy meros bilan bog'liq muassasada menejer sifatida ishlayman. Hozirda Termiz shahrida bo'lib, bu go'zal va qadimiy zamin bilan tanishish baxtiga muyassar bo'ldik. Bugun hayvonot bog'ini ziyorat qildik. Hozir esa uning ilk manzili bo'lgan muzeydamiz. Bu yerda muhit, har bir eksponat va tabiiy namunalar orqali katta tarix va ulkan imkoniyatni his etasiz. Haqiqatan ham sizning xalqingiz o'z tarixi va tabiatiga beg'araz muhabbat bilan yondashadi. Bu juda yutuqli jihat. Ayniqsa bog'da biologik yoshidan ko'proq umr ko'rayotgan hayvonlarni ko'rib, juda hayratlandim. Dunyoda ko'pgina bog'lar hayvonlarni uzoq saqlamaydi. Yangi turlarni olib kelib, faqat tomoshabin qiziqishini oshirishni maqsad qiladi. Bu yerda esa tabiatga ehtirom, hayotga mehr ustuvor ekani sezilib turadi. Tabiat va tarix himoyachilariga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Bu joy inson va tabiat uyg'unligining yorqin namunasidir. Surxondaryoning bunday go'zal va betakror tabiati yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalik muhitining yorqin ifodasi. Shu bois ham bu zamindagi jonzotlar tabiiy muhitga moslashib, hatto o'z biologik xususiyatlarini o'zgartirishi, uzoq umr ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu nafaqat tabiat mo'jizasi, balki inson va tabiat uyg'unligining jonli isbotidir.